Eron Milliy xavfsizlik oliy kengashi kotibi Ali Larijoniy Isroil zarbalari natijasida halok bo'lgani e'lon qilindi. Shuningdek, Eronning Basij kuchlari qo'mondoni G'ulom Rizo Sulaymoniy hamda razvedka vaziri Ismoil Xatib o'ldirilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Ali Larijoniy qizining Tehrondagi uyida o'ldirilgan. Ali Larijoniy bilan uning o'g'li Murtazo Larijoniy va qo'riqlash xizmati boshlig'i Ali Rizo Bayat ham halok bo'lgan. Eron prezidenti Masud Pezeshkian amaldorlar o'limi uchun javobgar bo'lganlardan qattiq qasos olishga va'da berdi. O'sha kuni Eron Isroilga qarshi zarbalarning 61-to'lqinini boshlab yubordi. Isroil mudofaa vaziri Israel Katz Eron hududida hech kim daxlsizlikka ega emasligini, har bir mansabdor shaxs mamlakatning nishonlari ostida bo'lishini e'lon qildi. Biz rejimga aloqador barchani yo'q qilish va ta'qib qilishni davom ettiramiz. Hatto bugunning o'zida ham barcha frontlarda muhim syurprizlar kutilmoqda, degan u. Shu bilan birga Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi Al Jazeera telekanaliga bergan intervyusida Ali Larijoniyga allaqachon o'rinbosar topilganini bildirdi. Agar yana kimdir o'ldiriladigan bo'lsa, vaziyat o'zgarmaydi. Ular shuni tushunmayapti. Ertaga Eron tashqi ishlar vaziri o'ldirilsa, baribir uning o'rnini kimdir egallaydi. Shaxslar o'zgarsa ham mamlakatdagi mavjud tizim ishlayveradi, dedi u. Eron mamlakatdagi Janubiy Pars yirik gaz koniga qilingan hujumlarga javoban Saudiya Arabistoni va Qatardagi neft-gaz infratuzilmasiga kuchli zarbalar yo'lladi. Zarbalardan biri dunyodagi eng yirik suyultirilgan tabiiy gaz markazlaridan biri hisoblanuvchi Qatarning Raslafan portiga berilgan. Bundan tashqari Eron Saudiya Arabistoniga ham hujum qildi. Ar-Riyod aholisi ijtimoiy tarmoqlarda zarba berilgan lahzalar aks etgan videolarni joylamoqda. Saudiya Arabistoni mudofaa vazirligi 4 ta ballistik raketa urib tushirilganini ham ma'lum qildi. Qatar esa Eronning mamlakatga hujumiga javoban uning elchixonasi harbiy va xavfsizlik xizmati attashelarini persona non grata deya e'lon qildi. Ushbu shaxslar 24 soat ichida Qatar hududini tark etishi shart. Bu qaror Eronning Qatarga takroriy hujumlarga javoban qabul qilindi, deyiladi Qatar tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Avvalroq Donald Tramp AQSh Isroilning Janubiy Pars koniga hujum qilish rejalari haqida bilmaganini, shuningdek, Qatar bu hujumga aloqador bo'lmaganini aytgan edi. Qo'shma Shtatlar yetakchisi Isroil endi ushbu konga hujum qilmasligiga va'da bergan. Biroq, agar Eron Qatarga hujum uyushtirsa, AQSh Janubiy Parsni yo'q qilish bilan tahdid qilgan. Kubada taxminan 10 million kishi elektrsiz qoldi. Xabar berilishicha, Kuba milliy elektr tarmog'ida blackout yuzaga kelgan. Bunga AQSh tomonidan joriy etilgan neft blokadasi va orolning allaqachon eskirgan elektr tizimi sabab sifatida ko'rsatilmoqda. AQSh tomonidan 3 oylik neft blokadasidan keyin Kuba gumanitar falokat yoqasiga kelib qolgan. Elektr ta'minotida uzilishlar sutkasiga 15 soatgacha davom etmoqda. Ish jarayonlari izdan chiqqan va oziq-ovqat tanqisligi sezilmoqda. Bundan norozi bo'lgan kubaliklar 3 kundan buyon ommaviy mitinglarda ishtirok etishmoqda. Namoyishchilar mamlakatning bir necha hududlarida hukmron kommunistik partiya bo'limlarini vayron qilgan. Kuba prezidenti Miguel Diaz-Canel fuqarolarning noroziligini tushunishini aytdi, ammo hukumat vandalizmga toqat qilmasligini ham ta'kidladi. Qayd etish kerakki, ushbu energetik bosim Gavanani Washington bilan muzokaralar boshlashga majbur qildi. AQSh va Kuba o'rtasida muloqot yo'lga qo'yilganini ikki tomon ham tasdiqlagan. Kubada prezidentning ehtimoliy vorisi sifatida Raul Guillermo Rodriguez Castro tilga olinmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, u AQSh bilan muzokaralarda ishtirok etmoqda. Avvalroq esa Donald Tramp Kuba AQSh bilan hamkorlik qilishdan bosh tortsa, kuch ishlatish ehtimolini istisno qilmagan edi. AQSh Milliy aksilterror markazi direktori Jo Kent o'z lavozimini tark etayotganini bildirdi. U bunday qarorga kelishga Eronga qarshi urush sabab bo'lganini ma'lum qilgan. Donald Tramp ma'muriyatidagi mas'ul 45 yoshli Kent Oq uyni kursni o'zgartirishga chaqirdi. Eronda davom etayotgan urushni vijdonan qo'llab-quvvatlay olmayman. Eron mamlakatimizga bevosita tahdid solmayotgan edi. Biz bu urushni Isroil va uning Qo'shma Shtatlardagi qudratli lobbisi bosimi ostida boshlaganimiz aniq, deya X ijtimoiy tarmog'i orqali prezident Trampga murojaat qilgan Kent. Shuningdek, amerikalik sobiq mulozim mashhur podkastchi Taker Carlsonga bergan intervyusida Eron hech qachon yadroviy qurol yaratish arafasida bo'lmaganini ma'lum qildi. Uning qo'shimcha qilishicha, AQShning Eronga qarshi Isroil bilan birgalikda harbiy amaliyot o'tkazishi xavfli. Sababi tomonlarning maqsadlari va urush olib borish standartlari bir-biridan keskin farq qiladi. AQShning maqsadlari aniq. Biz faqat harbiy obyektlar, raketalar, yadroviy dastur va flot bilan cheklanamiz. Isroil esa harbiy maqsadlar
munosabatlar doirasidan ancha kengroq natijalarga intiladi, deydi u. Kentning so'zlariga ko'ra, AQShga Eron janubidagi qizlar maktabiga zarba berish uchun koordinatalarni aynan Isroil taqdim etgan bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Bu ikki davlat o'rtasidagi razvedka sohasidagi yuqori darajadagi hamkorlik bilan izohlanadi. Pokiston Ramazon hayiti munosabati bilan Afg'onistonga qarshi harbiy harakatlarni 5 kunga to'xtatishga qaror qildi. Mamlakat axborot va radio eshittirish vaziri Ataulloh Tararning ma'lum qilishicha, qaror Saudiya Arabistoni, Qatar va Turkiya iltimosiga ko'ra qabul qilingan. Otash kesim sulhi 24-martga o'tar tunga qadar davom etadi. Tolibon vakili Zabihulloh Mujohid Ramazon hayitida Pokiston bilan sulhga erishilganini tasdiqladi. Qayd etilishicha, otash kesim rejimi 19-martdan 23-martgacha amalda bo'ladi. Pokiston va Tolibon o'rtasida boshlangan urush haqida avvalgi videolarimizdan birida batafsil ma'lumot bergan edik. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi sobiq rahbari Qamchibek Tashiyev bugun 19-mart kuni Qirg'izistonga qaytdi va Ichki ishlar vazirligining bosh tergov boshqarmasida so'roq qilindi. Hozircha Ichki ishlar vazirligi tomonidan ushbu ma'lumot rasman tasdiqlanmagan. Tashiyevning joriy tergov doirasidagi protsessual maqomi ham noma'lum. Bugungi xabarlar shulardan iborat edi. Kanalimizni kuzatib boring. Videolarimiz yoqsa like qo'ying hamda izoh qoldirishni unutmang.